Tartib mashqlari. Ikkinchi masala. Aminokislotalar qaysi guruh hisobiga asos xossasini namoyon qiladi deyilgan. Asos deganda nimani tushunishimiz kerak? Asos bu Lewis nazariyasiga ko'ra elektron juft donor hisoblanadi. Juft elektronga ega bo'lgan guruh bu hozir amino guruh hisoblanadi. To'g'ri, mana bu kislorodlarda bo'lishi mumkin, lekin bu yerda rezonans ta'sir natijasida bu yerda juft elektronlar asos xossasini namoyon qila olmaydi. Mana bu amino guruhdagi juft elektronlar esa rezonans holat mavjud bo'lmaganligi uchun asos xossasini namoyon qila oladi. Shuning uchun demak amino guruh hisobiga asos xossasini namoyon qildi. Uchinchi savolda aytilgan aminokislotalar bir-biridan qaysi guruh hisobiga farq qiladi debdi. Barcha aminokislotalarda mana shu qism bir xil bo'ladi. Hammasida. Faqatgina mana bu qism R qismi farq bo'ladi. Masalan, R o'rnida vodorod kelsa glitsin, metil kelsa alanin, bo'lmasa ikkilamchi butil radikal kelsa izoleysin yoki izobutil radikal kelsa leysin bo'lishi mumkin. Yoki bu yerda qandaydir benzil radikal kelsa fenil alanin bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash vaziyat. Xolos kalom mana bu R qismi bilan farqli ekan, ya'ni radikal qism. Endi keyingi savol formulasi SH3 CHNH2 COOH, ya'ni alanin SH3 CH NH2 COOH ning uglerod atomlari oksidlanish darajasini aniqlang. Mana bu uglerod orasida elektronlar almashinuvi mavjud emas deb hisoblaymiz. Va natija mana bu uglerod faqat vodoroddan olib -3, bunisi -1. Bu uglerod esa bu mana bu uglerodni olmaydi, ham bermaydi. Faqatgina mana bu ikkita kislorodga 3 ta elektron berib +3lanadi. -3, -1, +3. Men adashdim. Mana bu bitta olib mana bu yoqqa berak aytgancha mana vodorodimizni. -3, 0, +3 bo'ladi. Bu to'g'ri javob C. Molekulasi ikkita funksional guruh tutgan birikmaning brutto formulasi C2H5NO2. Birinchi navbatda nitroetan xayolimizdan keladi. CH3 CH2 NO2 mana. Bu yerda ikkita funksional guruh bor deyapti. Bizda bitta bu yerda. Shuning uchun nima qilaman? CH3 yo'q, H2C H2 COOH mana bu qism bitta funksional guruh, karboksil guruh va amino guruh. Ikkita funksional guruhga ega bo'ldi. Demak, bu aminokislota deyilar. D javob to'g'ri. 7-sida aytilyapti. Sistein molekulasida nechta atom bor? Sistein bu oltin gugurt saqlagan aminokislota hisoblanadi. Sisteinda merkapta guruh bo'ladi. Ya'ni mana bu qism karboksil guruhini yozib olsak, CH NH2, R qismida esa merkapta guruh SH bo'ladi. Sistein. Nechta atom bor deyilgan? Demak, uglerodlari C3, vodorodlari 3 ta, 4 ta, 2 ta, 6 ta, 7 ta bo'ldi. Xo'p, kisloroddan 2 ta, azot va oltin gugurt. 10 ta, 12 ta, 12, 14 ta atom bor ekan. 10-si anilin va alaninning umumiy formulasini aniqlang. Anilin bu aromatik amin, mana anilin. Va alanin, mana bu C6H5NH2. Va B'da aytayaptiki alanin. Alaninda bu CH NH2 COOH, ya'ni CH3. Umumiy formula so'ragan ekan. Umumiy formula bu yerda mana CN H2N -6 bo'ladimi, necha bo'ladi? 7 NH2 bo'lar ekan.
Bundachi Cn umumiy formulasi C3H nechi bo'lyapti? 7 NO2. Shunga qarab. Endi Cn H2n plus 1 NO2 bo'lyapti. Shunda bu D javobga to'g'ri bo'lgan. Bet mashqlari 1-1. Aminokislota glitsin gomologi molekulasida 22 ta gibrid orbital bo'lsa, aminokislotaning molar massasini toping. Birinchi navbatda glitsinni o'zini yozib olishimiz kerak. H2C NH2 CO OH, ya'ni C2H5 NO2. Endi mana bu qism o'zgarmaydi doim gomologlarda. Faqatgina mana bu qism o'zgaradi. Ya'ni Cn H2n plus 1 NO2 deydigan bo'lsak, mana shu Cn H2n plus 1 NO2 da bitta uglerod sp3 ga biriklangan, sp2 ga biriklangan. Qolgan uglerodlar esa sp3. Mana bu qismda kislorod qaraydigan bo'lsak, bitta sp3 bo'ladi, bitta sp2 bo'ladi. Azot esa sp3. Mana bu uglerodlarning bittasi sp2, qolgani, ya'ni n- bittasi sp3 bo'ladi. Umumiy orbitallari uglerod uchun 4 ko'paytirilgan 4n-4 qo'shilgan sp2 uglerod 3 plus sp3 azot 4 plus bitta sp3 kislorod 4 plus bitta sp2 kislorod 3. Umumiy 22 ekan. Hisob-kitob qilamiz. 4lar ketsa 10 12 4n barobar 12 ga n teng 3 ga. Demak, mana bu qismda radikali xullas kalom C3H7 NO2 ekan. Bu alanin ekan. Molar massasi alaninda 89. Mana javob 2-2. Lizinga ya'ni 2,6 amino geksan kislota alkilamin qo'shilganda uglerod atomlari soni 5/3 marta, vodorod atomi soni 2 marta oshgan bo'lsa, amino geksan kislota. Birinchi navbatda geksanni kislotasini yozib olamiz. Geksan kislota 2 4 2 6, ya'ni NH2 2 3 4 5 6. Mana bu yerga ham NH2 keladi. Qandaydir alkil amin qo'shilganda uglerod atomlari 5/3 marta, vodorod atomlari 2 marta oshgan bo'lsa, ya'ni qandaydir RNH2. Uglerod atomlari 5/3 marta ortdi, vodorod atomlari esa 2 marta oshgan. Demak, mana buni 1 mol olsam, vodorodlari nechta bo'ladi? Demak, bu SH2, 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 SH2. 1 2 3 4 SH 5 ta, 6 ta, 7 ta, 14 ta vodorod, uglerod esa 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta ekan. Bu yoqdachi umumiysi birgalikda vodorod atomlari soni 2 marta ortibdi. 14 ga nima qo'shsam ki 2 marta ortgan bo'ladi. Albatta 14 ni o'zini. Demak 28 ta bo'pti. Bu yoqdachi qanchadir mol, lekin vodorod qancha? 28 ta bo'lishi uchun 14 ta qo'shilgan, demak 14 ta vodorodi bor ekan buni ham. Uglerod atomlar soni
5 3 marta ortdi. Ya'ni umumiy 5 bo'lib qoldi, dastlabki 3 bo'lgan. Demak, dastlabkisini 6 ta ekan, qancha to'g'ri keladi? Bizda 5 tasiga 3 to'g'ri kelsa. Hisoblasak 10 ta. Demak, keyingi holatda 10 ta bo'lgan ekan. Bizda dastlab 6 ta uglерод bor lizingda. Demak, bu yerda uglerodlar soni nechta? 4 ta. 10 - 6. 4 ta uglerod bor ekan. Amin formulasini aniqlang. Bizda mana bu holatda aminning formulasi C4H14 N necha bo'ladi endi? Bunaqa holat mavjud emas. Shuning uchun 2 ga qisqartira olaman. Necha bo'ladi endi? C4H14 ni qisqartira olsam 2 ta C2H7N hosil bo'ladi. Demak, mana bu RNH2 2 mol bo'lgan ekan. 2 mol demak etilamin bo'lgan ekan. B javob bo'ladi. S-tip mashqlari. Birinchi savol, aminokislotalarni nomlang. Aminokislotalarni demak, bu qaysi kislotaligini bilib olishimiz kerak. Uzun zanjirni aniqlashtirib olishimiz kerak. CO, OH, CH, demak CH3, yo'da C, NH2, CH3 va CH3 yozilgan. Aminokislotani karboksil guruhidan boshlab raqamlayman. Ugleroddan 1, 2, 3 va 4. Demak, nomlaymiz endi. 3 amino, 2, 3 dimetil, 1, 2, 3 butan kislota. Butan kislota. Demek 3 amino, 2, 3 dimetil butan kislota. B javobga to'g'ri. Ikkinchi savolda aytilgan aminokislotani nomlang. Demak, bunaqa ketsak, uzun zanjir bo'yicha CO, OH, CH, NH2, C, CH3, CH3, CH2, CH3. Endi buni raqamlaymiz. Uzun zanjirni 1, 2, 3, 4, 5. 2 amino. Demek 3 dimetil, pentan kislota. Demek doğru cevap 2 amino, 3 dimetil, pentan kislota. C cevabı doğru. Üçüncü savol, gamma amino kapron kislotaning sistematik nomini ko'rsating. Kapron kislota bu bizda C10, C6, H12, O2 formula beradi, ya'ni CH3, CH2, 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 CO, OH. Endi gamma amino deyilgan. Bu yerda alfa, beta va gamma. Mana bu yerda NH2 kelar ekan. Raqamlaydigan bo'lsak 1, 2, 3, 4. 4 amino geksan kislota bo'lar ekan. Demak, C javobga to'g'ri. D tip mashqlar. Birinchi savol, Brod formulasi C4H9NO2 bo'lgan aminokislotaning nechta izomeri bor degan. Aminokislotaning izomeri so'ralgan. Demak, C4H9NO2. Demak, CH3, CH2, CH, NH2, CO, OH. Bundan tashqari CH3,
SH, SH2, CO, OH mana bu yerda NH2 keladi. SH3, SH2, NH2, SH2, 2, CO, OH. Demak, bizda 3 ta izomeri hozircha chiqdi. Bundan tashqari murakkab efirni ham olsak bo'ladi. SH3, SH2, SH, SO, O, SH3. Bu yerda SH2 emas, SH NH2 yozsak, bundan tashqari SH3, SH, CO, O, SH3. Mana bu yerda SH2, SH2, NH2 kelishi mumkin. Va mana bu metil guruhni ham yoqib ko'chirishimiz mumkin. Ya'ni NH2, SH2, CO, O, C2H5. Umumiy hisobda nechta izomer bo'ldi? 1, 2, 3, 4 ta, 5 ta va 6 ta izomer kelib chiqdi. To'g'ri javob C. F tip mashqlari alfa. Birinchi savol, 2 amino 2 metil butan kislotani olish uchun qaysi moddaga amonyak ta'sir ettirish kerak? Demak, bizga olinadigan mahsulotni o'zini yozib olishimiz kerak. Butan kislota SH3, SH2, SH2, CO, OH. 2 amino. Demak, mana bu yerda SH NH2 bo'lar ekan, olinish kerak. Birinchisida 2 xlor 3 metil butan deyapti. Javobda butan kislotani. Ya'ni 2 xlor 3 metil. 2 amino 2 metil deyilgan ekan. Bu yerda 2 xlor 3 metil deyapti. Bizda unaqasi to'g'ri kelmaydi. Sababi agar mana bu yerda xlorni o'rniga NH2 guruh kelsa, mana bu mahsulot bilan bir xil bo'lmaydi. Shuning uchun 3 metil guruhlarni javobini chiqarib tashlayman. Endi bizda A javob olmaymiz. Endi B javobga qaraymiz. 2 metil 3 xlor butan kislota. Mana bu yerda SH3, bu yerda xlor. Agar xlorni o'rniga NH2 keladigan bo'lsa va bu ham oldingi bizdan so'ralgan mahsulot bilan formulasi har xil. Buni ham xato deb olamiz. Keyingisi 2 xlor 2 metil butan kislota. 2 metil 2 xlor butan kislota. Bu to'g'ri keladi. Sababi xlorni o'rniga NH2 kelsa, so'ralgan mahsulot bilan bir xil bo'ladi. To'g'ri javob C. Keyingisi 3-masala 1 mol 2 brom propan kislota necha mol amonyak bilan reaksiyaga kirishadi? 2 brom propan kislota. Amonyak bilan ta'sirlashganda C OH NH2 hosil bo'ladi va NH4 brom. Ya'ni 2 mol ta'sirlashganda. Undan tashqari mana buni o'zi SH3 OH NH2 plus H brom NH3 ammoniy tuzini hosil qiladi. NH4 va NH2 umumiy hisobda necha mol sarflandi desa, mana 1 mol va 2 mol, umumiy hisobda 3 mol amonyak bilan reaksiya borar ekan. Endi 4-masala dipeptid gidrolizlandi. Gidrolizdan hosil bo'lgan amino kislotalardan birining brut formulasi C2H5 NO2 bo'lsa, ikkinchi amino kislotaning brut formulasini aniqlang. Demak, bizda C11 H14 N2O3 suv bilan gidroliz bo'lib, bittasi X, bittasi esa C2H5 NO2 bo'lib, umumiy formulasiga
qaraydigan bo'lsak, mana bu yoqda C11, H14, NO4 bo'ldi. Bu yoqdachi cho'tish formula bo'lishi uchun mana buni formulasi 11 dan 2 ni ayirsak C9, H'lar esa 14 dan 5 ni ayirsak 9. 16 ta bu yerda aytgancha 16 ta mana bu H ikkitasini yutadi o'ziga. 4 bo'lsa N2 14. Xo'p. H 16 dan 5 ni ayirsak 10 bitta va azot 2 tadan bittani ayirsak azot bitta, kislorod ham 2 ta. Demak, X modda ikkinchi amino kislota bo'lib, formulasi 9H11 NO2. D javobga to'g'ri bo'ldi. 6-si alfa xlor sirka kislota 3 mol amonyak reaksiyasida o'ng tomonda atomlar yig'indisini hisoblang. Demak, H2 xlor COOH 3 ta NH3. Demek NH2 H2 CO O CH NH4 va NH4 bromid hosil bo'ldi. Xlorid 3 mollik reaksiyaga kirishganda. Endi o'ng tomondagi atomlar yig'indisini hisoblang deyilgan. Demak, mana bunda va bunda demak 6 ta atom bor. Bunda esa 3 3 6 6 ga 3 9 5 14 ta umumiy hisobda 20 ta atom bor ekan. Demak, C javobga to'g'ri bo'ldi. Keyingisi 7-si glitsin gomologi va metanoldan hosil bo'lgan 196,5 gram murakkab efir to'liq gidrolizga uchrash uchun 27 gram suv sarflandi. Hosil bo'lgan amino kislota molyar massasini hisoblang. Demak, bizda murakkab efir glitsin H2N CH 2 COOR plus suv. Demak, NH2 CH2 COOH plus ROH. Demak, mana bu suv 27 gram 1,5 mol bo'ladi. 1,5 mol suv bizda 196,5 gram murakkab efir bilan gidroliz bo'libdi. Murakkab efir 1 mol suv bilan gidroliz bo'lganda molyar massasini topgan bo'lardik. Shunda molyar massasi ga teng bo'ldi. Endi 131 qaysi molyar massasini debdi. Hosil bo'lgan amino kislotani. Bizda demak glitsin gomologi metanoldan iborat debdi. Demak, H2N CH2 COOH va CH3 OH, yani R o'rniga metilda metanol degan ekan. Ikkalasi qancha bo'ladi? 1 mol suv bilan reaksiyaga kirishganda 149 bo'ldi. Bizda metanol 32 bo'lsa, mana uni massasi 32 dan tashlasak 117 kelib chiqdi. To'g'ri javob C. Keyingisi 8. Dipeptidni gidroliz qilish uchun 9 gram suv sarflandi. 80 gram dipeptid uchun 0,5 mol suv sarflangan. Bizda 1 mol suv necha gram dipeptidni gidroliz qiladi? 160 gram. Demak, nimaga 1 mol suv dedim? Sababi dipeptidni 1 molini gidroliz uchun 1 mol suv sarflanadi. 160 gram taqsim mol ekan dipeptid molyar massasi. Endi bizda gidroliz qilgandan keyin massa nimaga o'zgaradi? Mana dipeptid
bitta suv yutib nimaga aylanadi? Ikkita aminokislotaga aylanadi. Mana bu qism massasi 160 ekan. 1 mol suv yutib massasi 178 gram bo'lar ekan. Bu ikkitasiniki, bittasiniki nimaga teng desa 89. Bu alanin kislota ekan. Xullas B. G-tip mashqlari. 3-masala tripeptid, ya'ni 3 ta aminokislotadan iborat peptid gidrolizlanganda 26 gram 26,7 gram qanday aminokislota hosil bo'ladi degan. Tripeptid gidrolizlanganda 3 ta aminokislota hosil bo'ldi. 2 mol suv bilan reaksiyaga kirishi ekan. Buni ochib yozaylik. 2 ta suv bilan reaksiyaga kirishadi. Nechta peptid bog' bo'lsa, o'shancha suv reaksiyaga kirishar ekan. Endi peptid bog' boshqa, peptid boshqa. Necha peptid desa, o'sha peptid tarkibidagi aminokislotalar soni o'shanga teng. Tripeptidda 3 ga teng. Lekin peptid bog'i, ya'ni amid bog'i NHCO bog'i bizda o'sha aminokislotalar sonidan bitta kam miqdorda bo'ladi. Va o'sha peptidni gidroliz qilish uchun shuncha sondagi suv kerak bo'ladi. Mana bu 23,1 gram ekan. Bu yoqda esa 26,7 gram ekan. Bu suv, ya'ni tripeptid o'z tarkibiga olgan suvning massasi bizda 26,7 ayrilgan 23,1 3,6 gram ekan. 3,6 gram suv bu 0,2 mol hisoblanadi. Ya'ni 0,2 moli necha mol, necha gram bilan gidroliz bo'ladi, shuni bilamiz. Demak, 23,1 grami 0,2 mol bilan 2 mol esa 231 gram bilan gidroliz bo'ldi va natijada mana bu 2 mol suvni o'z tarkibiga qabul qilib olib 267 gram 3 ta aminokislota hosil bo'ldi. 267 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda 89 bu alaninning massasi kelib chiqdi. Demak, aminokislota har biri alanin ekan. B javob to'g'ri. 2-3 pentapeptid gidrolizdan glitsin va alanindan iborat 83,4 gram aralashma hosil bo'ldi. Pentapeptid tarkibida glitsin va alanin qoldiqlar soni qanday nisbatda bo'lgan? Bizda demak pentapeptid 4 mol suvni o'ziga yutib, demak 5 ta aminokislota A va B kislotalarini hosil qildi. Umumiy hisobda ular pentapeptid bo'lgani uchun 5 ta hisoblanar ekan. Demak, 5 mol ekan aminokislotalar 1 molidan. Demak, 1 mol peptid gidrolizlanganda 5 mol aminokislota hosil bo'ldi. 69 grami 83 gram aminokislota aralashmasi hosil qildi. 1 mol pentapeptid o'zi bilan 4 mol suv reaksiyaga kirishtirar ekan, 5 mol aminokislota hosil qiladi. 83 gram aminokislota aralashmasi hosil bo'lishi uchun 69 dan 83 ni ayirsak agar bizda 14 gram suv, 83 4 gram ekan, adashibman 4 gram ekan. 14 gram suv reaksiyaga kirishgan ekan. Buni 14 gram molini topadigan bo'lsak 0,8 mol ekan. Endi bizda suvning moli 4 mol bo'lganda qancha pentapeptid reaksiyaga kirishardi yoki bo'lmasa qancha aminokislotalar reaksiyaga kirishardi hosil bo'ladi, shuni topamiz. 0,8 dan 83 4. Mana 4 mol suv reaksiyaga kirishganda massa qancha bo'lardi? Endi bizda 83 4 ni 4 ga ko'paytirib 0,8 ga bo'lsak 417 gram. Demak 5 mol aminokislota aralashmasi hosil bo'libdi. Bizda alanin bor.
Buni molar massasi 89 gram taqsim mol va glitsin bor. Bu 75 gram taqsim mol. Bundan ikkalasi umumiy hisobda 5 ta bo'lsa, 5 mol bo'lsa, buni 5 molning x moli alanin, y moli glitsin bo'ladigan bo'lsa, x plus y 5, 89x plus 75y birgalikda massasi 417 gram ekan. X ni topamiz, y ni topganimizda x 3 ga y 2 chiqdi. Demak, x ni y ga nisbati, ya'ni glitsin bilan alanin nisbati 2 ga 3 nisbatda bo'lar ekan. Ya'ni bu glitsin, bu alanin. To'g'ri javob B. Ashtiq mashqlari. 3-savol. Ham ammiak, ham glitsin bilan reaksiyaga kirishadigan moddalarni aniqlang. Ham ammiak va glitsin. Endi xlorid kislota suvli eritmasi glitsin bilan reaksiyaga kirishadi. Ammoniy tuzini hosil qiladi, ammiak bilan ham kirishib, demak, ammoniy xlorid hosil qiladi. Birini olamiz. 2 ga natriy gidroks suvli eritmasi bilan reaksiyasi turibdi. Natriy gidroks bilan alanin kirishadi, lekin ammiak kirishmaydi. Sababi ammiak kuchliroq asos xoslasini namoyon qiladi. Ishqorlar bilan reaksiyaga kirishmaydi. Alanin esa kislota xoslasini namoyon qilib, kislota asos reaksiyasiga kirishib, alanin kislota natriy tuzini hosil qiladi. Ikkini chiqarib tashlayman. Bittasi bilan kirishib, bittasi bilan kirishmagani uchun. 3-savolda 3-variantda aytilgan CH5OH suvli eritmasi, ya'ni metanolni suvdagi eritmasi. Metanolni suvdagi eritmasi bilan bizda ammiak reaksiyaga kirishmaydi. CH5OH suvli eritmasi bilan. Mana bu esa alanin esa murakkab efir hosil qiladi. 3 ni ham chiqarib tashlayman va metan 4-javobda aytilyapti. Metan ham kirishmaydi ikkalasi bilan ham. To'g'ri javob faqat A, faqat bir A javob to'g'ri bo'ladi. Endi 4-savolda aytilgan aminosirka kislotaning etanol bilan reaksiyasi natijasida hosil bo'lgan asosiy mahsulot molar massasini aniqlang. Aminosirka kislota, ya'ni alanin. Hosil bo'ladigan mahsulot bu yerda NH2, SH2, CO, O2, H5 hosil bo'ldi. Ya'ni C4, H9, NO2. Molar massasi 48, 57, 46, 3/3. To'g'ri javob B. Molar massasi buni 103 gram taqsim mol. 5-savolda aytilgan 20% 178 gram alfa aminopropan kislota eritmasini to'liq neytrallash uchun xlorid kislota eritmasidan qancha kerak deyilgan. Demak, bizda NH2, CH3, CO, OH bu aminopropan kislota. 178 gram 20% massasini topib olsak 35,6 gram ekan. 35,6 gram. Endi buni 35,6 gram massasi xlorid kislotani necha gram bilan kirishadi? Shuni topib olamiz. Bizda H3N xlor, CH, CH3, CO, OH. Demak, neytrallandi. Bizda 1 molga 1 mol reaksiyaga kirishaveradi. Oddiy sharoitda xlorid kislota bilan OH guruhi almashinmaydi.
Demak, bizda 36,5 grammi qancha xlor kislotalari reaksiya kirishadi topamiz. 89 grammi 36,5 bilan reaksiya kirishsa, 36,5 ni o'zi 14,96 gram xlor kislotalari reaksiya kirishdi. Eritmasining massasini toping deyilgan. Shuning uchun men buni 0.36 ga bo'lib yuborsam aka 365 ga, demak 40 gram deyarli massa kelib chiqdi. Ya'ni mana uni emishtirixini topadigan bo'lsam 14,96 ni bo'laman 0.365 ga. Bu demak 40 gram eritma kerak bo'lar ekan. To'g'ri javob D. 8 da aytilyapti. 50 gram alanin eritmasiga natriy gidrokarbonat qo'shilganda 0,1 mol gaz ajraldi. Dastlabki konsentratsiyani aniqlang. Bunda ham shu, ya'ni CH3 CHNH2 COOH plus natriy gidroksid, natriy karbonat. Bunda hosil bo'ladi CH3 CHNH2 CO O natriy bilan karbon tangidrid suv. Mana bu karbon tangidrid gaz bizada mana shu 0,1 mol ekan. 0,1 mol karbon tangidrid qancha mol alanin bilan reaksiya qilishi, qancha mol alanindan hosil bo'ladi desa 0,1 moldan hosil bo'ladi. Alaninning massasi 89,1 moli, shunda 0,1 mol uchun 8,9 gram bo'ladigan bo'lsa, foizini topsak 8,9 ni 50 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak agar 17,8% kelib chiqdi. To'g'ri javob D. 10-masalada aytilgan quyidagi aminokislotaning suvdagi eritmasi qanday muhit hosil qiladi? Ya'ni H O C O CH NH2 CH2 CH2 dan 2 ta va NH2. Endi bizda mana bu karbon kislotani ashi harakatchan bo'lgani uchun ashi o'zaro mana bu minus bo'lib NH3 o'zini plyusga aylantiradi. Natijada bu holat neytral holat keldi. Neytral holat keldi, lekin neytrallikni to'suvchi yana bitta omil bor. Amino guruh. Amino guruh bu juft elektron ega bo'lgani uchun ortiqchasi asos xossasini namoyon qiladi. Demak, kuchsiz asos D javob to'g'ri bo'ladi. Agar dekarbon kislota bo'lganda, u kislota xossasini namoyon qilgan bo'lardi. 11. Beta aminopropan kislota qaysi tuzlarni hosil qilishi mumkin? Beta aminopropan kislotani yozib olishimiz kerak. NH2, CH2, CH2, COOH. Birinchi strukturani yozamiz. Birinchi struktura CH3 CH NH2 COOH. Birinchi strukturani chiqarib olaman. Nima uchun? Sababi birinchi strukturada NH2 guruh alfa uglerodga bog'langan. Shuning uchun chiqarib olaman. Bizda betaga bog'langan bo'lishi kerak. Tuz hosil bo'lganda amino guruh o'z holatini o'zgartirmaydi. Ikkinchi holatda aytilyapti, NH2 guruh beta holatda turibdi, xuddi bizda bu holatdagidek, va natriyli tuzni yozgan ekan. Haqiqatan bu mantiqqa to'g'ri. Natriy gidroksid bilan reaksiya qilishganda HOH bilan birikib suv va natriy H o'rniga natriyni, demak, alanin tuzi hosil bo'lar ekan. Demak, ikki mantiqqa to'g'ri. 3ni qarayman. Bunda ham xuddi shunday birinchi holatdagi sabab keltirishim mumkin.
amino guruh bizga beta holatga joylashishi kerak. Bizda uchinchida alfa holatga joylashtirib qo'yibdi. Mana bu alfa, bu beta bo'ladigan bo'lsa, bizga betaligi kerak. Bu alfaga joylashtirib 3 ni ham chiqarib olaman. 4-inchisiga e'tibor beramiz. Ammiak holat, ammiak bo'lgan SH3 SH2SOH va nitrat. Bu mantiqqa to'g'ri javob bo'ladi. Amino guruh beta holatda turibdi. Birinchisi, ikkinchisi amino guruh NH3 holatda, ya'ni bitta proton yutgan va plyuslangan. Bundan tashqari NO3 guruh ion bog' hosil qilyapti. O'sha amino guruh bilan 4 ni ham to'g'ri deb olishim mumkin. To'g'ri javob 2 va 4. 14-savol. 200 gram 8.9% alanin eritmasi qanday massadagi bariy gidroksid bilan to'liq reaksiyaga kirishadi? Demak, alanin, ikkita alanin bariy gidroksid bilan reaksiyaga kirishib 1 mol tuz hosil qiladi. Demak, bariy alanindan ikkita va suv. Alaninning massasi 89 bilamiz. 89. Lekin reaksiyaga kirishayotgani massasini topadigan bo'lsak, 89 ko'paytirilgan 200 ko'paytirilgan 0.0 89 17.8 gram ekan. 17.8 gram alanin to'liq reaksiyaga kirish uchun necha gram bariy gidroksidga reaksiyaga kirish kerak? 178 gram bariy gidroksidning 171 gram eritmasi bilan 171 gram bariy gidroksid o'zi bilan reaksiyaga kirish ekan. 1708 gram alaninchi hisoblasak 17.1 gram bariy gidroksid bilan reaksiyaga kirishdi. Demak, massa eritmasini topadigan bo'lsam 17.1 ni bo'laman bariy gidroksid eritmasi foiziga 0.342 ga, shunda 50 gram eritma hosil bo'lar ekan. To'g'ri javob B. 17. NH2 SH2 SONH SH2 SOOH modda uchun to'g'ri bo'lgan hukmni aniqlang. Birinchi navbatda struktur formulani tuzib olishimiz kerak. H2N SH2 SONH SH2 SOOH. Demak, NH bog'i, NH-CO bog'i nechta bo'lsa, shuncha peptid deyiladi. Shuncha peptid bog' bor deyiladi. Bu yerda peptid bog' bitta bo'lgani uchun dipeptid hisoblanadi. Lekin bizga tripeptid deyilgan birinchi javobda. Birinchi javobda inkor etamiz. Sababi yerda ikkita aminokislota bor. Ikkinchisida aytiladi, ishqor eritmasida reaksiyaga kirishadi deyilgan. Haqiqatan ham kirishadi. Sabab mana bu yerda reaksion faol H+ ionlari bor. H+ ionlari natriy plus bilan almashinib natriy tuzini hosil qiladi. 2 to'g'ri. Uchinchisida aytyapti, kislotali gidrolizdan glitsinning tuzi hosil bo'ladi. Kislotali gidrolizdan glitsinning tuzi hosil bo'ladi. To'g'ri hukm glitsinni ham glitsin o'zi ikkita, ya'ni gidroliz bo'lganda, ya'ni H+ suv bilan yuttirilganda gidroliz bo'lib, shunda nima bo'ladi? To'g'ri, HOH deb yozadigan bo'lsam, H NH ga boradi, OH nabarot. OH mana bu qismga boradi, H esa NH2 ga aylanadi. Natijada kislotali muhitda erkin protonlar bo'ladi. O'sha erkin protonlarda ammiak juft elektron bilan qabul qiladi. Natijada bu qismda tuz hosil bo'ladi. To'g'ri javob kislotali gidrolizda tuz hosil bo'ladi. Uchinchisi ketdi. To'rtinchisi vodorod xlorid bilan reaksiyaga kirishadi deyilgan. Vodorod xlorid bilan reaksiyaga haqiqatan ham kirishadi. Mana bu qismda
OH guruh bor. Almashinadi. Shuning uchun 2, 3, 4 javobini olaman. C javob. Qaysi amino kislotaning 20 savolida aytyapti? Metanol bilan hosil qilgan murakkab efiri molar massasi 103 gram taqsim mol. Masalan, amino kislota metanol bilan 1 molga 1 mol reaksiya kirishib, bitta suv bilan efir hosil qiladi. Efirning molar massasi 103. Suvning molar massasi 18. Ikkalasi massasi 121 bo'lsa, reaksiyadan oldingi massalar ham ikkalasiniki 121 bo'lgan. Endi 121 bo'lish uchun 1 mol metanolning massasi bilan qanchadir amino kislota massasi birgalikda qo'shilgan. Demak, 32 metanol bo'lsa, 121 bo'lish uchun amino kislota 89 bo'lish kerak. 89 bu alanin. Demak, to'g'ri javob B. 23 2 brom butan kislotaning mol miqdordagi ammiak reaksiyasidan nima hosil bo'ladi? 2 brom butan CH3 CH2 CH COOH plus ammiak. Boya ko'rib o'tganimizdek, bunaqadan yuqorida ko'rdik. 3 mol ammiak bilan reaksiya kirishganda ammoniy bramid ammoniy amino kislota ammoniy tuzi hosil bo'ladi. Xo'p. Demak, CH3 CH2 CHNH2 CO O NH4 va NH4 brom hosil bo'ldi. Endi bu sistematik nomenklatura bo'yicha nomlasak 1 2 3 4 deydigan bo'lsak 2 amino butan kislotaning tuzi hosil bo'ldi. Demak, to'g'ri javob C javob to'g'ri ekan. U 25. Z modda qanday massadagi modda hisoblanadi deyilgan. Endi CH3 CH2 COOH xlorlandi, qizdirilib nima hosil bo'ladi? Alfa xlor hosil bo'ladi. Ya'ni alfa vodorod harakatchan bo'ladi. Mana bu qismda o'sha vodorod bilan bitta xlor almashinib, H xlor ortiqcha hosil qiladi. CH3 CH xlor COOH va H xlor chiqib ketadi. Ammiak bilan ta'sirlashganda Y moddam NH3 hosil bo'ladi, NH2 hosil bo'ladi va H xlor ekan. Va metanol reaksiya kirishyapti. CH3OH. Bunda metil guruhi H bilan almashinib, demak, bizda OCH3 hosil qildi. Demak, mana bu qismning molar massasini toping deyapti, Z moddani. Bizda valin kislotani metil tuzi ekan. Efir ekan. Demak, bizda 89 alanin 14 qo'shamiz. Shunda burada 14 miz 42 qo'shaylik. Chunki 3 ta CH2 guruhga farq qilyapti-da. Alanindan ko'ra alanin 89. 3 ta metil guruhni qo'shib qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni bunda 42 ni qo'shsak 131 javobi kelib chiqadi. Javob bo'ldi. 26. Qaysi modda mol miqdordagi ishg'ol eritmasi bilan reaksiyasida brut formulasi C3H6NO2 natriy bo'lgan birikma hosil bo'ladi? Ya'ni ishg'ol eritmasi bilan H almashinib natriyni tuzi hosil bo'lgan. Bizda javobda aytilgan CH3 CHNO2 CH2 xlor bu modda natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishmaydi. Endi B moddani qaraymiz. CH2 xlor
CH NH2 COOH. Demak bizda B moddada, B varianti berilgan moddada xlor qolib ketadi reaksiyadan keyin. Amino guruh qoladi va karboksil guruhdagi H almashingan bilan natriyni biz maqsad qilgan tuzi hosil bo'lmaydi. Bu yerda xlor aralashib qoladi. B javobda. Shuning uchun buni ham qabul qilmayman. C variantida aytilyapti. NH2 SH2 COO SH3 natriy gidroksid bilan reaksiyasidan to'g'ri aytilgan. Mana shu qismda faqat birdaniga bormaydi jarayon. Shuning uchun seni ham qabul qila olmayman. D varianti aytilgan. SH3 CH NH3 xlor COOH plus natriy gidroksid bilan 2 mol bilan reaksiya kirishadi. 1 mol mana bu yerda natriy tuzini hosil qilish uchun va 1 mol mana bu yerda H xlorni olib chiqib natriy xlor qilish uchun. Mana shu to'g'ri javob D. 29. Alanin polikondensatlanganda 36 gram suv bilan qancha gram pentapeptid hosil bo'ladi? Alanin polikondensatlanganda 36 gram suv bilan qancha gram pentapeptid hosil bo'ladi deyilgan. Pentapeptid bo'lishi uchun 5 ta alanin o'zidan pentapeptid hosil qilsa 4 ta suv chiqarib olish kerak. Endi 4 ta suvni moli 4 mol bo'ladigan bo'lsa, 36 gram suvni moli esa 2 mol. 5 ta alaninni massasi 5 kara 89 445 bo'ladi. 445 gram dastlabki kislota aralashmasi 4 mol suv qilib hosil qilib parchalansa, 2 mol suv hosil qilib polikondensatlanganda necha gram alanin sarflanadi? Hisoblasa 222,5 gram alanin demak sarf bo'lar ekan. Lekin polipeptidning, ya'ni pentapeptidning massasi shu bo'ladi deganimiz. Sababi undan 2 mol suv chiqib ketyapti. Demak, massasini hisoblasak 222,5 dan 32 gram ya 36 gram chiqib ketgan suvning massasini ayirib tashlasak 186,5 gram pentapeptid massasi qoldi. Demak, mana uning massasi 186,5 gram ekan. A javob to'g'ri. 31. Sirkaldegid kumush oksidining ammiakda eritmasi bilan oksidlanganda A modda hosil bo'ldi. Demak, sirkaldegid SH3 COH plus kumush oksid. Ikkita kumush cho'kmaga tushadi va SH3 COOH. Endi A modda ekan bu. A modda brom bilan ekvivalent nisbatida ta'sirlashganda B modda hosil bo'ldi. Ya'ni bromlan SH3 COOH bromlanganda alfa brom yoki brom sirka kislota hosil bo'ladi. SH2 COOH B modda ekan. Endi B modda mol miqdorda ammiak bilan reaksiya kirishgan C modda hosil bo'ladi. Brom sirka kislota ammiak bilan demak 3 mol bilan reaksiya kirishganda NH2 SH2 CO ONH2 NH4 va ammoniy bramid hosil qiladi. Va bu C modda ekan. C modda metanol bilan reaksiyaga kirishdi. Metanol bilan ta'sirlashgan D modda hosil bo'ldi. Demak, NH2 SH2 CO ONH4
plus SH3OH H brom reaksiya ketganda ammoniy bromid bilan suv va NH2 SH2 CO OSH3 hosil bo'ldi. Va bu D modda ekan. D modda kaliy gidroksidi eritmasi bilan ta'sirlashganda G modda hosil bo'ldi. Kaliy gidroksidi eritmasi bilan ta'sirlashganda G modda hosil bo'ldi. Demak, NH2 SH2 CO OSH3 kaliy gidroksid bilan reaksiya kirishganda NH2 SH2 CO O kaliy bilan metanol hosil bo'ldi. Mana bu D dan keyin G modda ekan. Endi G modda va D moddani tarkibida azot bor ekan. Molar masala yig'indisini aniqlang. D va G ni. Bizda demak mana uning massasi 89 gram taqsim mol. Mana uniki esa qanday hisoblaymiz? Metanolda metil efiridan metil chiqib ketib 39 kaliy kelyapti. Metil 15, kaliy 39. Ayirib tashlasam 24 gramga oshyapti ekan. 24 qo'shsam 113 ekan mana uning massasi. Ikkalasi birgalikda 113 ga qo'shaman 89 ni 202 bo'lar ekan. Hosil bo'lgan D va G larning massalari yig'indisi. To'g'ri javob shu 202 bo'ladi. Endi 32 ni aytyapti. Asetaldegid oksidlanganda A modda hosil bo'ldi. Bu ham shu 31 ga o'xshash masala ekan. 34 serin va sistein aralashmasi to'liq yonishida olingan gazlar aralashmasi mol miqdorda ohakli suvga yutirilganda cho'kma ajralib gaz yutilmay qoldi. Dastlabki aralash massasini hisoblang. Serin bilamizki OH SH2 CH NH2 CO OH. Bu serin. Ve sistein HS SH2 CH NH2 CO OH. Bu sistein. Serin yonganda karbon angidrid suv va azot hosil bo'ladi. Sistein yonganda esa karbon angidrid suv va azot bilan tashqari SO2 ham hosil bo'ladi. Tenglashtiradigan bo'lsak, bu yerda vodorodlari bu yerga 2 qo'ysak, bu yerga 2 qo'ysak, azot tolalariga 1 tushadi. Karbon angidridimiz shunda 6 tadan hosil bo'lyapti. Suvniki esa C3H necha bo'ladi? 3 5 6 7 7 suv. Pastdagisida ham 7 ta suv va SO2 ham 2 ta. Bizda cho'kma ajralib deyilgan suvga yutirilganda. Suvga ohakli suv kalsiy gidroksid plus karbon angidrid. Kalsiy karbonat cho'kma va suv hosil bo'ladi. Bundan tashqari kalsiy gidroksid SO2 bilan reaksiya kirishib kalsiy sulfiti bilan suv hosil qiladi. Kalsiy sulfiti ham cho'kma hisoblanadi. Ikkalasi kalsiy karbonat va kalsiy sulfit birgalikda 114 gram bo'lyapti. Endi mana bu azotimiz yutilmay qolgan gaz hisoblanadi. Bu 0.15 mol ekan. Endi kalsiy karbonat, kalsiy sulfit birga bir reaksiyasidan misol uchun mana bu 2x reaksiya ketyapti. 6x karbon angidrid, 7x suv va x azot.
2Y sistein, 6Y karbonat angidrid, 7Y Y va 2Y deydigan bo'lsak, bizada karbonat angidrid 6X va 6Y. Bundan tashqari SO2miz qancha? 2Y. Kalsiy karbonat 6X plus 6Y bo'yicha kalsiy sulfiticha esa 2Y mol hosil bo'libdi. Bizda demak azotlarimiz X mol va Y mol birgalikda 0.15 mol. Cho'kmamiz 114 gram. 6X kalsiy karbonat, 6Y kalsiy karbonat va 2Y kalsiy sulfit. Kalsiy karbonat 100, 600X plus 600Y. Bundan tashqari kalsiy sulfit cho'kmasi 120, 240 Y birgalikda 114 gram. Tenglama ixchamlashtiraman. Shunda X plus Y 0.15, 800X plus 600X plus 840 Y 114 bo'lsin. Shunda 600 ga ko'paytirib ayirib tashlasak 600 larni 240 Y barobar 600 ko'paytirilgan 0.15. 114 dan ayirsak 24 bo'lardi. Y barobar 0.1. X esa 0.05. Endi bizdan nima so'ragan? Dastlabki aralashma massasini hisoblang. Demak, dastlabki aralashmada mana bu serin X mol edi, 0.05 mol. 0.1 bo'ladi. Shunda 2 karasi Y esa Y ni o'zi 0.1 bo'lgani uchun 0.2 mol sistein bo'ldi. Demak, serin 0.1 mol, sistein esa 0.2 mol ekan. Molyar massalarni hisoblasak, serin bizda C3H7NO3 va sistein C3H7NO2 dan S deb yozsak, massalari misol buniki 121, 1 moli 0.1 mol 12.1 gram bo'ladi. Buniki esa sistein esa sistein 121, adashdim. Sistein 121, 0.2 mol esa 24.2 gram bo'ladi. 0.2 mol. Buni 0.1 mol esa serinda 1 mol 105, 0.1 mol 10.5 gram bo'lyapti. Shunda birgalikda massa barobar 10.5 ni qo'shaman 24.2 ga 34.7 gram bo'ldi. 34.7. C javob to'g'ri bo'ldi mana. 37-savolda aytilgan ABCD moddalar, demak javob variantlarida berilgan. A dan B ni, C ni va D ni olish kerak. A variantida aytilgan. Demak bu propan kislota. B variantida aytilgan. SH3, SH, NH2, CO, OH amino kislota bo'lsin. C variantida aytilgan C3H5, O2 xlor. Demak SH3, SH, CO, OH edi xlor. Va D variantida aytilgan CH3, CH, xlor, COO, NH4. Endi bizda dastlab bilishimiz kerak bo'lgani hozir amino kislotani
hosil bo'lishib boryapti ekan. Birinchi navbatda kislotadan xlorangidrid olamiz. Birinchisi bosqich. Yani 1, 2, 3 deb ajratadigan bo'lsam, birinchi bosqich xlorangidrid olindi. Xlor, alfa xlor propion kislota olindi. Keyin alfa xlor propion kislotadan mana bunaqa ammoniy tuzi olindi. Karboksil guruh himoya qilinib. Ikkinchi bosqich. Keyin bu moddadan ortiqcha ammiak bilan qo'shib qizdirganda 3-holat hosil bo'ldi. Demak, birinchi holat A dan B ga o'tdi. Demak, A moddam mana bu A variant moddasi A bo'lar ekan. B variantdagi esa bizga C bo'lar ekan. B variantdagi mana B moddam C variantda mavjud ekan. C moddam esa D variantda mavjud ekan. D moddam B variantda mavjud ekan. Demak, A, B, C, D'da C moddam endi D variant bo'lar ekan. To'g'ri javob D.